Aka, assalomu alaykum. Birinchisini ko'rdim va oxirgisi bo'lsa kerak. Olib ko'chalarni aylanib keldim. Butun vнимание qaratib yubordi boku. Mashtaga internetda lekin portallatib yubordingiz aka. Yo'q, endi bitta narsani aytaman aka. Ruxsatini oldik-da. Ko'chada haydash mumkin bo'lsa ekan, bu narsani biz oldindan bilib turib, mana mana shu dokumentini qildik o'rtoqlar. Dokumentini qilgan holatda klipga ruxsatnoma olib klip oldik. Hech qanaqa bu yerda ko'chada haydab aylanib yurganimiz yo'q. Mashina antikvar mashina bo'ladi. Bu mashinani endi bilmadim, endi ko'pchilik so'rasa ham kerak. O'shaning uchun o'rtoqlar bizdan xafa bo'lmanglar. Biz klip uchun chisti okamga ham kattaroq rahmat. Aka klip qachon chiqadi? Klip xudo xolisa bir hafta. Nomi nima? Olovutdi. Boshqachasi bo'lsa kerak aka. Yoradigani bo'ladi. Eng glavniy narsa klipda borku, umuman hech nima ishlatilmagan narsa mana. Birinchisi antikvar mana Moskvich kabriolet, ikkinchisi sir bo'lsin, o'zingizlar ko'rib, kommentlarni bosinglar o'rtoqlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Charchamaydi. Jentrapun ketib qoldi. Shunaqa aka.